Bugun maktab ostonasini xatlar so'nggi bor. 11 yillik bolalikka yasaysiz yakun endi hayot darsxonangiz bo'lar maktabda. Chalanadi eng oxirgi qo'ng'iroq do'koni. Bilmam balki joningizga tekkan bu jarang, balki bezor bo'lgandirsiz darslardan hatto. Balki ustoz asabingiz qilgandir tarang, lekin o'tgan maktab davrini unutmang aslo. Axir oson bo'lmagandir 11 yil kutmoq. Axir oson bo'lmagandir 11 yil umr. Oson bo'lmas ustozlarning etagin tutmoq. Barchasining o'zgashti bor, qilingiz sabr. Balki sizga unut bo'lgan eslarsiz balki. Shu dargohga qadam qo'ygan jajji qizaloq. Yo bo'lakay edingizlar quvonchga to'lib, kutgan dinglar chalanishin ilk qo'ng'iroq. 11 yilda 11 mingta quvonch va tashvish, sarguzashtlar xotiradan ketgaymi albat. Sinfdoshlik bog'i ichra ochildi do'stlik, kimlargadir nasib bo'ldi sof bir muhabbat. Endi ustoz tekshirmaydi hayot darsini, vazifani ko'chirmoqqa bo'lmaydi imkon, kundalikka qo'yilmaydi ikki baholar. Biling endi xatolarni kechirmas zamon. Sinfdoshlar bo'lolmaysiz endi partadosh. Endi sirdosh bo'lolmaysiz unutmang biroq. Do'stlaringiz bir umrga bo'lar yelkadosh. Do'stlik uchun chalinmaydi so'nggi qon.